Hattoki O'zbekistondagi aeroportda ham bunaqa sharoit yo'q. Bo'lmasa xalqaro aeroport. Buni qaranglar. Hojatxonani qanaqangi pokiza turishini. Bitta hid kush umuman unaqa narsalar bo'lmaydi. Shirin, приятный bunaqa освежителлari bosib turadigan. Bitta bolali odamlar bo'lsa, bolasini sochlarini alishtiradigan pamperslar. Keyin bu hojat ichini qaranglar, qanaqangi pokizaligini. Hamma narsasi bor. Bitta buni artadigan suvi, ya'ni hojatda artaveradigan. Distillaydigan bitta bo'lmagi, shunaqa sharoitlar, ustbosh ilaydigan joyi. Shunchaki luks. Aeroportimizda ham bunaqa sharoit bas. Qoyil qolish kerak baribir bularga. Tindirib berishadi. Buni qaranglar. Eng muhimi biznikiga kirsangiz bilasizku, hidi vashi sasib yotadi. Tim bo'lib. Torat qilgani ham zo'rg'a kirib olasiz. Makka xodimlari uchun joy. Shu izohlarda kutib qolamiz. Fikrlaringni yozib ketinglar.